hamyurtlar, shunday komfortabilniy avtobuslarimiz Moskvadan Toshkentga ketmoqda. Shunday komfortabilniy ideal sostoyaniyda avtobuslarga ketish istagida bo'lsanglar, ishonch nomerlar ekranlardagizlar. Bizni avtobuslarimiz avtovokzallardan reyslarda amalga oshiriladi. Reyslar esa har kuni. Kimda-kim shunday komfortabilniy avtobuslarda ketish istagida bo'lsa, ishonch nomerlarga murojaat qilinglar. Dokumentda muammosi borlar, rasm qilinadi. Nima gap, taqsir? Akalar, Sovuqmi? sovuqligi sovuq. Kelinglar, shunaqangi yerda yuradigan bo'yin avtobuslarda Xudo xolisa o'zimiz jo'natamiz. Kelishaversinmi? Sumkalar qanchaga olishsin? Sumkalar bitta katta chimadan 50 kilo, 60 kilo olib bitta chimadan, bittadan ryukzak baloshka. Pul olinmaydi ishni. Bo'ldi akalar, kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. Mana akamiz ketyapti. Aka, avtobus yoqdimi sizga? Yo'qdi, mana. Qayerdansiz? Qashqadaryo. Qashqadaryo. O, bo'rilardan-ni. Kelishaversinmi akalar? Bemalol, qo'rqmasdan kelishaversan. To'lsa to'lmasa yurarkanmi? Yuradi ekan. Addushi rahmat, sog' bo'ling.